Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana alhamdulillah o'zimizni Farg'onadan Nazarim Hamdam akamizga inshaalloh Angliyadan ko'z nomerlari keldi. Video sentrga zapis qildik, xudo xolasa ertaga video sentrga kirib, barmoq zapis topshirib chiqishadi. Hamdam aka, kayfiyatlaringiz yaxshimi aka? Orzu qilib kutilgan kunlar, alhamdulillah, Allohim yetkazganiga shukr aka. Ichingizdan nimalar o'tyapti? Qanaqangi bir dilizxorlaringiz bo'lsa, mana ko'pchilik so'raydi, mana qanaqangi ishonchli halol pok qonuniy bemalol mijozlarimizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Ukamiz mana Jalolbek o'zimiz Farg'onadan juda ham ishonchli, o'zi ba'zi insonlardan, tanishlardan ismlarini olib kelgandik. Haqiqatda ishonchli, o'zlari noldan boshlab ketkinlaringgacha yonlaringda turib, o'sha suhbatlargacha o'zi olib boradi. Mabodo rus tili bilmasalaring o'zi xossatan rus o'qituvchilarigacha qo'ygan. Misol uchun men batga topshirishdan, bu yerga topshirishdan oldin ikkita nimaga konsaltingga topshirganman, ukam biladi. Ikkovsidan ham aldanganman. O'shaning uchun ukamni tavsiya qilaman, har xil arzon 2 million, 1,5 million ishonib qolmanglar, aldanib qolmanglar. Aslida unaqa bo'lmaydi. Vaqtlaringni, pullaringni yutqazasizlar. Mana shu ukamizga murojaat qilaveringlar. 9-maktabda turib qo'yasizlar Farg'onada. Inshaalloh aka, biz foydamiz tegandan xursandmiz. Har bir Angliyaga boraman degan insonga Allohimiz g'oyib bilan yetkazsin. Xudo xolasa noldan boshlab video sentrgacha bo'lgan har bir bosqich, har bir prosesga xudo xolasa halol bo'y qonuniy yordam beramiz inshaalloh. Biz foydamiz tegayotgandan xursandmiz. Inshaalloh sizga o'xshagan omadli, samimiy insonlar ko'paysin. Mana Allohim yetkazganiga shukr. Xudo xolasa viza stikeringiz pasportingizga urilgandan keyin ham inshaalloh aeroportdan uchib ketayotganlaringda chiroyli video qilamiz. Xudo xolasa Albatta. inshaalloh Ilinaman, murojaat qilinglar ukamiz. Xudo xolasa sizga kattakon rahmat aka. Ishlaringizga omad, har doim shunday samimiy inson bo'lib yuring aka. Xudo xolasa kim Angliyaga harakat qilmoqchi bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar, foydamiz tegsa bo'lamiz. Easy visa. Easy visa, best of the best. Hammaga rahmat.